muhtaram prezidentimizning shaxsan tashabbuslari bilan bu yil xalqimizning fidoyi insonlarini, shu zahmatkash, mana shu xalqimiz uchun astoydil mehnat qilib yillar davomida o'zlarini umrlarini bag'ishlagan aziz insonlarni o'zlari ehtirom ko'rsatib, hajga loyiq deb topib, haj yo'llanmasini yuborib, hamma tomonlama qo'llab-quvvatlab, prezident hojilari bular degan yuksak bir maqomga ularni ko'tarib safarga jo'natish arafasidagi bir tadbirda turibmiz. Bu bekorga emas, haqiqatdan ham. Shu bilan birga biz bekorga haj haqida aytmayapmiz. Mana yillar davomida 10 yillab, 20 yillab navbatlarda turgan xalqimiz mana so'nggi yillarda xabaringiz bor 15 ming nafarga yetdi kvotamiz. Prezidentimiz siyosiy iroda bilan buni bir karrasiga oshirib berdilar. Har yili 15 ming hoji yurtimizdan borib ziyorat amalini bajarib kelishyapti. Ilgari esimizda bor, bir yilda O'zbekistondan atigi 4-5 ta, 7 ta hojilar borishardi. İnsanlar uchun hajga borish bu endi ushalmas orzu edi. Lekin mana hozir har yili 15 ming odam borishi va buni ortida prezident siyosati turganini, prezidentning siyosiy irodasi turganini faxrlanib aytishimiz kerak. Shu bilan birgalikda yangi tashabbusni o'zlari mana hozir qo'llab-quvvatlab joriy etdilar. 100 nafar prezident hojilari. Bular hammasi tasarrufi, musarrafoti, tashkiliy ishlari hammasi prezidentimiz o'zlarining hisoblaridan ketyapti. Haqiqatdan ham va bu tarkibga e'tibor bering. Mahallalarda ko'p yillardan buyon xizmat qilib, shu xalqimizni koriga yarab yurgan insonlar va ularning ichida kam ta'minlangan insonlarning ham borligi, ijtimoiy himoya tizimi orqali hammasi taklif olindi va ular nafaqat hajga borish, umuman orzu qilishni ham hatto o'zlariga qandaydir afsona deb bilgan insonlar bugun ko'zlarida yosh bilan duo qilishyaptiki, yurtimizda mana insonparvarlik, mana inson qadri degan tamoyil deb. Va ushbu hojilar 100 nafar prezident hojilarning ichida ko'p yil xalqimizga xizmat qilgan ziyolilarimiz, yozuvchilarimiz va bundan tashqari tibbiyot sohasining vakillari, qo'llari gul shifokorlarimiz, xirurglarimiz bor. Va o'zlari diniy sohada xizmat qilsa ham, lekin hech qachon hatto orzu ham qilolmagan diniy ma'rifiy soha vakillari, jumladan masjidlarning o'sha farroshlari, opalar, qorovul bo'lib 10 yillar, 20 yillar, 50 yil ishlagan otaxonlarimiz bor. Masjidda xizmat qilishgan, lekin biror marta haj bular uchun orzu bo'lgan insonlarni mana shunday bir tarkibda prezident yo'llanmasini olishligi hajga bu juda ham katta ularda hozir bir shukuh va shukronalik ruhini berib turibdi haqiqatan ham. Va hamma tashkiliy ishlar bajarilgan. Mana Saudiya Arabistoni bilan, Haj vazirligi bilan alohida kelishilib, chunki bu 15 mingdan tashqari alohida bu 100 ta kvota olingan va bularda Madinada va Makkada alohida bularga ehtirom ko'rsatib maxsus joylar tayyorlandi. Ya'ni hojilarimiz bilan birga, lekin e'tibor juda ham katta. Toshkentda ham mana ularni kuzatish va kutib olish barcha shart-sharoitlar shay holga keltirilgan. Hatto hududlardan Toshkentga yetib kelish va Xudo xohlasa ularni hajdan kutib olsak, o'zlarini xonadonlarigacha kirib borishlar uchun hamma shart-sharoitlar, butun hokimiyat tizimi to'liq hammasi safarbar qilingan. Mana bugun endi ma'rifiy bir chiroyli tadbir bilan ularni kuzatyapmiz. Bugun nafaqat mintaqamiz, butun dunyoda analogi yo'q, o'xshashi yo'q bo'lgan islom sivilizatsiyasi markazi. Har safar kirganda shu qaddimizni tik qilib chiqib ketamizki, mana shunday bizni ma'naviyatimiz, qadriyatimiz, mana shunday tamaddunimiz, sivilizatsiyamiz bo'lgan. Mana hozir 3-renessans ostonasida turibmiz deb faxr bilan, ya'ni buni uddalay olamiz degan o'zimizda bir qandaydir uyg'onishni his qilamiz, tetiklikni his qilamiz. Bugungi yoshlarimiz ham shunday va bugun kelgan hojilarimiz ham xuddi shunday. Bugun haqiqatdan ham Prezident Shavkat Mirziyoyev janobi oliylari tomonidan olib borayotgan mana shu yangi davr siyosati, yangi O'zbekiston siyosati qanchalar chuqur tarixiy ildizga ega ekanligini va albatta buning kelajagi ham mana shunday baquvvat tomirlar, baquvvat bir ustunga suyangan yangi bir renessans bo'ladi, yangi bir davr bo'ladi va bu davr allaqachon boshlandi deb biz his qilib, mana shu yerda hojilarimiz bilan ko'rib, O'zbekistonning bugun erishgan yutuqlari har sohada, IT texnologiya bo'ladimi yoki ijtimoiy tizim bo'ladimi, yangi davr, yana qurilishlar, yangi shaharsozliklar bo'ladimi, mana ta'lim tizimlarini olib qaraydigan bo'lsak yoki xalqaro miqyosdagi O'zbekistonning bugun mislsiz obro'sini olib qaraydigan bo'lsak,
Bu hammasi bir insonga juda ham katta ta'sir qiladi. Mana birgina misol, mana kuni kecha Qozog'istonning Turkiston shahrida muhtaram prezidentimiz borib, o'sha yerda Turkiy davlatlar norasmiy sammitida so'zlagan nutqlarini qarang. Qancha tashabbus bo'ldi. Hatto Turkiston shahrida yassaviy ta'limoti hali ilmiy asosda yo'lga qo'yilmagan ekan. Borib prezidentimiz shu yerda yassaviy ta'limotini ilmiy asosda o'rganadigan bir yaxshi tizim qilaylik degan bir chiroyli takliflarni berdilar. Hozir ish boshlandi. Yoki bo'lmasam, endi ta'rifga til ojiz bizning buyuk ajdodimiz Amir Temur hazratlari bundan 700 yil oldin Hoji Ahmad Yassaviy hazratlariga maqbara qurdirganlar. Shundan keyin u kishi vafot etganlar va qurilishlar to'xtagan. Maqbara o'sha davrda qanday bo'lsa, hozir shunday turibdi. Birorta masjid ham bo'lmagan ekan atrofida. 700 yildan keyin Amir Temur hazratlarini an'analarini davom ettirib, Shavkat Mirziyoyev janobi oliylari o'sha yerda muhtasham bir ajoyib sig'imi 3 qavatli masjid, sig'imi 30 mingdan ortiq, agar maydoni bilan qo'shib hisoblasa 50 ming odam ketadigan muhtasham 4 minoralik bir ajoyib benazir O'zbekiston ustalarining, qo'ligul ustalarining an'analarini ifoda etgan va endi u yerdagi har bir yozuv, ma'rifiy yozuvlar, Qur'on oyatlaridan, hadis shariflardan, pur hikmat so'zlardan iborat bir ma'rifat maskani bunyod bo'lganini, paydo bo'lganini biz ko'rdik. Kutubxonalari bor, u yerdagi an'ana bor, bir ajoyib ruhiyat bor va eng asosiysi Turkiston xalqining hayrati bor desam to'g'riroq bo'ladi. Ezgu ishlardan ko'zlangan maqsad bugun inson qadrini ulug'lash, haqiqatdan ham hojilarimizga bo'lgan e'tibor ham, qo'shni davlatlarga bo'layotgan e'tiborni ham hammasini tagida ma'rifat yotibdi. Mana shu ma'rifat orqali insonni tarbiyalash prezidentimizning buyuk g'oyalari bor. Mana shu ma'rifat orqali kirib boramiz har narsaga. Bugun jaholatga biz yo'l qo'ymaymiz deydilar. Mana shu ishlar pur hikmat har bir qadamda ko'rinyapti, har bir ishda sezilyapti. O'ylayman bugungi tadbir ham mana shu maqsadlar doirasida o'zining mazmun mohiyatiga ega bo'ldi.